Rost aka, hozirgi kunda sizga bemorlar qaysi muammolar bilan ko'proq murojaat qilishmoqda? Hozirgi kunda ko'proq menga murojaat qilgan bemorlar asosan siydik tosh kasalliklari bilan, prostata bezi xavfsiz o'smasi, ya'ni adenomasi bilan va afsuski juda ko'p bolalar urologiyasidan muammolari bilan ko'p murojaat qilishyapti. Ish faoliyatim hozir Shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida 15 yildan beri davom ettirib kelyapman. Bu markaz asosan shoshilinch urologiyaga asoslangan markaz. Shoshilinch urologiya muammolari bilan, urologik problemalar bilan bemorlar murojaat qilishadi. Buyra va siydik yo'llar travmasi, shikastlanishlari, siydik tosh kasallik asoratlari, prostata bezi xavfsiz o'smasi asoratlari bilan bir qancha sohalarda o'z ishiga qamrab olgan muammolar bilan, qo'shma jarohatlar bilan murojaat qilishadi. Ko'proq bunday bemorlarimiz shoshilinch bizga murojaat qiladi. Kun, vaqt, soat tanlamaydi, navbat tanlamaydi. Bir vaqt o'zida bir qancha massaviy поступление bo'lishi mumkin. DTPlar bo'lganda yo'l harakati qoidalari buzilib turib, har xil holatlar o'z yuzasidan ko'p bemorlar kelishadi. Bu tizimda har doim tayyor bo'lish kerak. Telefonni o'chirish haqqimiz yo'q. Shanba, yakshanba, bayram degan narsalar yo'q bizda. Shuning uchun ko'pincha meni kechasi ham ko'rasizlar, kunduzi ham ko'rasizlar. Kayfiyatga qarab harakat qilamiz sizlar bilan ulashishga, qilayotgan ishlarimizni ko'rsatishga.